Assalomu alaykum, Baraka Turkul kanali obunachilari, hammangizga xayrli kun, kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. Ushbu ko'rib turgan joylaringiz umumiy yer maydoni 26 sotik. Mana bu garaj ham shu joyga qaraydi. Mana garaj, yebida darvozasi bor. Aldilar ham novis ishlangan, orqa tomon ham novis ishlangan. Endi ham 50. Bu yerda ekiladigan yerlari bor. Bom dokumentga girgan yer, dokumentalniy yer 26 sotik. Moskva va Podmoskvada yurgan yurtdoshlarimiz uchun ishonchli dokument xizmatlarini tavsiya qilamiz. Murojaat uchun pastdagi WhatsApp nomeriga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Dokumentlar 100% tayyor. Egasini aytish bo'yicha Baraka Turkul kanaliga podpiska bosib qo'ying. Egasimni men pastga yozib qoldiraman. Hovli joy olaman degan yakınlara danışmışlar. Yana shu videoni tarqatib qo'ying. Hozir sizlarga qo'ldan kelgancha uyni tanishtirib o'tamiz. Hammaga shunday chiroyli uylarda yashash nasib etsin. Furqat aholi punkti 16-uy. Svetlari bor. Joyni ko'rib turganlaringizdek, bir de spa bor. Keyin chap qo'limizda bir xona. Xona kengaytib ishlangan, patologlari bor, polo ishlangan. Chap qo'limizda yana bir xona bor, zal. Ko'rib turganlaringizdek. Spani ham chiroyli deb ishlab qo'yibdilar. Keyin o'ng qo'lda bir xona, ayvon. Ayvon ikki xona bor dedi. Chap qo'lda bir xona, yana pechda o'rnatilgan polo patologi bor. Bu yerda yana bir xona. Pech o'rnatilgan bu ham. Dokumentlari 100% tayyor. Egasini aytish bo'yicha notaroshda pullarini sanab hisob kitob etasiz, odaza o'tadi. Muammo bo'lmaydi. Yonda chorvoq. Chorvoqni ham ko'rib turganlaringizdek, chiroyli deb novis etib qo'yibdilar. Bu yerda spa ishlangan. Keyin bu yerda oshxona bor. Bu yerda sanuzeli bor, remont etish kerak. Bu yerda kladovkasi bor. Pech o'rnlari qo'yilgan. Bu yerda chorvoq. Chegarasi shu cheldan shunday boradi. 4 dana daraxt bor, mevali daraxt. Keyin bu yerda molxona bor, shu molxona ham shu joyga qaraydi. Joyni umumiy narxi 420 million so'm aytilib turibdi. 1-2 so'm xayrana qaytarib kelishib beriladi. Egasini meni video sarlavhasini yozib qoldiraman. Egasini bemalol aloqa chiqarasiz. Bunday ekranda bir dana domni puluna 26 sotikli hovli joy. Zo'r bahada turibdi. Ko'rib turganlaringizdek, yeri ekiladigan yaxshi yer. Bu yerda akarsuv ham bo'lishi kerak menimcha. Qo'ng'ish havoda yashab o'tiribdi. Avvalgi namuna Ovuq fuqarolar yig'ini 13-bo'lim. Ustida shifr ishlangan. Bu yerda kapitaldagi ekiladigan yerlari. Hozir manzilni qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tamiz. Hammaga rahmat. Kanaldan uzoqlashmang. Yo'ldan kirib kelasiz, ishga aylanganingizdan keyin taxminan 200 metr yurasiz, o'ng qo'lda yana shu joy. İban tarafdan Ulubog'dan Kashkanlar uy tarafdan kelish. Bu yerda o'ng qo'l aylanasiz, yana bu yerda darvoza bor. Yana shu ko'chada. İban tarafimiz Gudursun tarafiga ketish, namunani o'zi tarafiga ketish.